ustoz shu eskidan bir yurgan rivoyat deymizmi, rivoyatomizga deymizmi, inson bolaligida otasi eng kuchli odam bo'lib ko'rinar ekanda o'ziga. O'smaligida sal shubhaga borar ekan bunaqa ekanligiga. Yigit bo'lgan paytda otam hech narsani bilmaydi degan xulosaga kelar ekan. Vaqtlar o'tib, bir 50 yoshlardan o'tgandan keyin otam dono odam ekan dunyodagi degan xulosaga kelar ekanda. Bu endi xulosalarning o'zgarishi yosh bilan bog'liqmi yoki tajriba bilan bog'liqmi? Nega bunday o'zgarishlar, yoshlardagi inson yoshidagi tafovutlar nimadan sababi? Avlodlar o'rtasidagi munosabat, muloqot mana shularda haqida ko'proq va ko'proq bilishimiz kerak deb o'ylayman. Ba'zan haligi kattalar yoshlarga aytib qoladi-yu, men ham edim seningdek, sen ham bo'lasan meningdek deb. 20, 40, 60 yoshlardagi avlodlar o'rtasida bola bilan ota bilan bobo o'rtasidagi ziddiyatlar haqida ham g'arb faylasuflari ham ko'p yozishgan. Bu ziddiyat bo'lmasa rivojlanish ham bo'lmaydi albatta. Lekin ziddiyat hali dushmanlik darajasiga yetmaslik kerak. Kuni kecha o'qib qoldim, Anvar yigitlar nimada Afrikada Afrikaning ma'lum bir mamlakatida endi bu yerda 50 dan ortiq mamlakatlar bor. O'sha endi deyarli hammasida ham fillar bor, ko'pchiligida fillar bor. Keksa fillar nimaga o'zini o'sha guruhiga, to'dasiga yordami tegmay qolar ekan. Insoniyat odamlarni kuzatishi bo'yicha-da. Endi avlod qoldira olmaydi, keksayib qolgan, haligi o't olib yeyishlarda, nima qilishlarda ishtirok eta olmay qoladi, qiynaladi. O'shanda o'sha joyda mahalliy odamlar to'planib keksa fillarni yo'q qilamiz. Bular qaytaga zarar. Avlodini berib bo'lgan, hech narsa bera olmaydi endi. deb keksa fillarni o'sha to'dalardan yig'ishtirib olishdi. Yo'q qilishgan keksa fillar. Keyin oradan bir necha yil o'tgandan keyin qaysiki to'dadan keksa fillarni yo'q qilsa, o'sha to'da o'limga mahkum bo'ladi. Nimagaki keyin shunda kuzatishsa, hali qurg'oqchil paytda suv topisha olmagan. Ochlik paytida esa o't topisha olmagan. Bu yerda nima haqida gap ketyapti? Tajriba haqida gap ketyaptimi? O'sha keksa fillar nimadir qilib bera olmasa ham, nimadir qilib bera olmasa, u keksa fillarda ham ayniqsa hali jufti o'lib qolgandan keyin ularni ham yo'q qilib tashlashganda. Va natijada yosh avlod suv topib, o't topib yeyolmasdan o'limga mahkum bo'ldi. Shuni aniqlashibdi olimlar. Tushunyapsizmi? Demak, avlodlar o'rtasida o'sha 20, 40, 60, 80 hamma avlodlar bir-birini to'ldirib o'sha jamiyatni hosil qilish. Bir misol. O'shaning uchun tabiatdan uzilmaslik kerak. Tabiatni o'zi darsxona. Tabiatni o'zi bizga dars o'tadi. Anvar Obidjonda ham bor-ku, sen kirmoqchi bo'lgan uyni men allaqachon tutib bo'lganman. U Anvar Obidjondagi o'sha nimani, o'shanday fikr bo'lgan. Anvar Obidjonga tatabbu deb Ulug'bek Hamdam yozgan shu misra Ulug'bekniki. Shunaqa. Lekin Anvar Obidjonda shunaqa fikr bo'lgandi, men unga nazira bag'ishlaganman. O'sha misralar o'sha nima? Aynan bu 10 yillar oldin 13-studiyaga chiqqanda aytgansiz. O'shanda esimda qolgan. Lekin unda Anvar Obidjonniki deb aytgansiz. O'sha uni misoli Anvar Obidjon bir fikr aytgan, men shunga nima nazira deb aytganman, lekin shunday ketib qolgan. Xo'p, mayli, baribir endi ustozlarning orqasidan yurgan. Xuddi shunday. Ko'ryapsizmi? Mana misolingizda ham ko'rinib turibdi. Anvar Obidjonga demak Ulug'bek ergashgan. O'sha fikriga ergashib bir she'r bag'ishlagan. Davom etyapti. Shu ma'noda bilasizmi, avlodlar o'rtasidagi o'sha nimani uzib qo'ymaslik kerak. Xitoy mana bugungi kunda eng rivojlangan mamlakatlardan biriga aylandi, Farhod Quvonchbek. O'sha iqtisodi ko'p jihatdan hatto Amerika Qo'shma Shtatlaridan ham o'tib ketayotgan joylari bor deyapti mutaxassislar. Ko'rinib turibdi, bizda ham savdo sotiqda asosiy savdo sotiq bo'ladigan mahsulotlar Xitoydan. Turkiyaga borasiz, u yerda ham Xitoydan. Misrga borasiz, u yerda Xitoydan. Rossiyaga borasiz, qayerga bormang, oladigan mahsulotlarning katta bir qismi Xitoy mahsulotlari bo'ladi. O'sha olimlar, mutaxassislar yana o'sha mutaxassislarga murojaat qilaverish kerak albatta. Chunki har bitta sohada o'sha mutaxassisni so'zini eshitish kerak, oxirgi so'z sifatida. Boshqalarni ham eshitish kerak albatta. Lekin aynan mutaxassisning so'zini quloq solish kerak. O'sha mutaxassislar aytayaptiki, o'sha Xitoyni rivojlantirgan bir qancha sabablarni aytayapti. Shulardan bittasi sifatida
ustoz va shogird an'anasi hech qachon uzilib ketmagan. Ustoz va shogird 40-50 yoshdan oshgan ustozlar albatta tetapoya bo'lib kelayotgan 20-25 yoshlik har bitta yo'nalishdagi o'sha nimalarga, yoshlarga ustozlik qilar ekan, biriktirib qo'yar ekan. Tushunyapsizmi? Ustoz va shogird an'anasi. Chunki ba'zan bilasizmi, shogird bo'lib turib 1000 ta kitob o'qisangiz ham bitta ustozni o'sha kitoblarni o'qigan, shu yo'llarni bosib o'tgan ustozni o'giticha bo'la olmasligi mumkin. Chunki u qaysi tomoni bu kitobni, qaysi tomoniga e'tibor berish kerak, qayeri xato, nimada qanaqa analiz qilish kerak, bularni hammasini ko'rsatib beradi. Albatta o'zi ham o'qish kerak, hayotda yana sinovlardan o'tish kerak. Bular hammasi bu. Lekin ayni paytda o'sha shu sohani ilg'or vakillarini, ustozlarini so'zini eshitish bu juda katta foyda beradi. Bu jamiyatda ham xuddi shunday. Tabiatdan bitta misol olib ko'rsatdim. Ko'ryapsiz? Mana shu ma'noda o'sha an'ana bizni eslayman, bir 10 yillar oldin o'sha 60 yoshdan o'tgan kadrlarni hammasini yoppasiga ishdan bo'shatish bir holatlari bo'lgan. Pensiya bahonasida, nafaqa bahonasida ishdan bo'shatish. Ha, sport sohasida masalan 20 yoshli futbolchi 30 yoshlidan yaxshi bo'lishi mumkin. 40 yoshlidan yaxshi bo'lishi mumkin. Bu sport bilan bog'liq, jism bilan bog'liq. Chunki qancha yosh bo'lsa, shuncha kuchli bo'lishi mumkin. Yosh 40 dan oshgandan keyin baribir keksalik so'zini aytadi. Lekin ma'naviyat sohasida, haligi intellektual sohalarda, bu yosh o'tgani sayin tajriba bilan birikib, u qaymoq bog'laydi. Aynan 40 yoshdan keyin bo'ladi bu narsa. Masalan, o'sha Jaloliddin Rumiy ma'naviy, maslaviy eng shoh asarini 40 yoshdan keyin boshlagan. Ko'ryapsizmi? She'riyat masalan yoshlikda ham yozilishi mumkin, lekin aynan nasrlar, ilm, nasr bu o'sha qaymoq bog'lagandan keyin o'zini yaxshi mevalarini beradi. Mana shu ma'noda avlodlarning o'rtasiga chegara qo'yish bu yaxshi emas. Bu jaholatni belgisi. Ayni paytda keksalar, katta avlodlar ham yoshlardan o'rganadi. Yoshlardan o'rganadi. Agar bizda o'sha o'rganuvchi nigoh bo'lish kerak, muhim. Qalbimiz ochiq bo'lish kerak. O'rganuvchi nigoh bo'lsa, qalbimiz ochiq bo'lsa, tokchada turgan guldan ham o'rganish mumkin Anvar. Tokchada turgan bir gul ham bizga dars o'tishi mumkin. Yoki bir ketayotgan o'zidan 10 barobar katta ushoqni, og'ir ushoqni sudrab ketayotgan chumoli ham mehnatkashlik borasida bizga dars o'tishi mumkin. Shuning uchun eng muhimi bizda o'sha biz endi ustoz maqomiga keldik, yoshimiz ulg'ayib qoldi, unvon oldik, ilmiy daraja oldik, bo'ldi o'rganmaymiz degan odam o'sha kuni o'lgan bo'ladi. U ustozlik maqomidan ham tushgan bo'ladi. Shuning uchun qalbimiz ochiq bo'lsin, nigohimiz o'rganuvchi bo'lsin, doim o'quvchi, o'rganuvchi pozitsiyasida qolishimiz kerak. Bir umr yashasak, ruslarda ham bor, vek живи, vek учись. Bir asr yashasang ham, bir asr o'qisang kam. Shunaqa. Doim o'qib o'rganish kerak bo'ladi. Shuning uchun ana shunda to'laqonli bo'ladi, jamiyat ham to'laqonli bo'ladi. Har bitta jamiyatning har bitta avlodini vakili ishtirok etsa, har bitta ish joylarida shunday ishtirok etsa, meni nazarimda to'laqonli bo'ladi. Shundagina bir butunlik kasb etadi. Mana biram ustoz, mana biz o'zimizni jamiyatdan olib qaraganda, u mana asarlarda ham bor-ku, mendan rozi bo'ling, ota o'zingizni ham asar qilgan, yoki undan ota romanlarimiz bor. Bizni jamiyatda baribir ota bilan bola munosabati o'sha avlodlarga qaraganda mo'rtday ko'rinaveradi. Bu bizni mentalitetimiz bilan bog'liqmi yoki bir dunyoqarashimiz bilan bog'liqmi? Boshqa jamiyatlarga qaraganda sharq mamlakatlarida ota bilan bola munosabati mo'rtday ko'rinaveradi. Ularga nisbatan bizda mo'rtroq deyapsiz-da. Bu nimadan birinchi savol, ikkinchi savol mana bizda ma'naviy ota degan narsa bor-ku. Boshqa nimalar bor, masalan badiiy adabiyotda bo'ladimi yoki jamiyatning umuman ma'naviy otasi qay darajada muhim bo'lishi kerakmi, nima ahamiyatga ega? Endi to'g'ri, ota bilan bolalar o'rtasida ba'zan jarliklar paydo bo'ladi. O'sha o'zga jamiyatlarda deyapsiz, masalan Yevropada, boshqa ilg'or jamiyatlarda ota bilan bolaning o'rtasida bir do'stlik munosabatlarini ko'rasizda, havas qilasiz. Faqat o'zimizga havas qilavermaymiz. Ba'zan o'zgalarga ham havas qilamiz. Agar havas qiladigan narsasi bo'lsa, hammaga havas qilish kerak, o'rganish kerak. Shu bizda o'sha ba'zan chegara, parda qo'yib qo'yamiz. Pardani bo'lgani yaxshi, hurmatli bo'lgani yaxshi. Tushunyapsizmi?
mana bu yerdan ota kirib kelsa, bu yerda bolalar o'tirgan bo'lsa, o'rnidan turgani yaxshi, ular hammasi yaxshi. Lekin muloqot qilishda o'sha parda ba'zan uzayib, qalinlashib ketadi-da, bir-birini yaxshi taniy olmay qoladi. Tushunyapsizmi? Yaxshi taniy olmay qoladi. Keyin bizda otalar ko'pincha bolalarni meni aytganim bo'lsin, faqat meni yo'limdan yurishi kerak degandek pozitsiyada bo'lib qolamiz. Biz ularga dunyoga kelishiga sababchi bo'ldi xolos ota-ona. Ular bizni yo'limizni aynan bosib o'tishga majbur emas. Biz ularni bunga majbur, mahkum qilishga bizning haqqimiz yo'q ota-onalar. Ular alohida individ, alohida shaxsiyat bo'lib o'tishi kerak. Biz faqat o'sha o'zliklarini topishda yordam berishimiz kerak. Ko'pincha biz meni aytganimni qilasan deymiz. Va mana shu yerda o'sha sertakan ziddiyat paydo bo'ladi. Tushunyapsizmi? Chunki davr o'zgaradi, u davr har bitta avlodga o'zining vazifasini beradi. Ularning vazifasi boshqa bo'ladi. Biz ota-onalar nima qilamiz? Yo'q, mana bunday bo'lish kerak. Hammamizda ham bor. Biz aytganimizdek kiyinasan, biz aytgan joyimizda o'qiysan, biz aytgan qizga uylanasan yoki biz aytgan yigitga turmushga chiqasan. Qat'iy turib olamiz-ku. Mana shu yerda o'rtada nima bo'ladi? Lekin ota bilan bolalarning o'rtasidagi o'sha farqlilik, dunyoqarashdagi farqlilik bu tabiiy hol ekanligini tushunishimiz kerak. Buning uchun esa biroz kitob o'qigan bo'lish kerak bo'ladi. Tushunyapsizmi? Mana shuning uchun shunaqa bo'ladi. Faqat o'sha avlodlar o'rtasida ko'proq yozishimiz kerak. U Turgenevda ham otalar va bolalar degan romani bor edi, qarang. Bu masala eramizdan oldingi, bundan 3000-4000 yil oldin ham bu masalalar ko'tarilgan. Odam atodan o'sha paytdan beri bor. Hatto o'sha bundan 4000 yil oldin o'sha qadim Yunon rivoyatlarini boshqalarini o'qisa, hozirgi yoshlar buzilib ketdi deganda ekan. Misr piramidalariga ham shunaqa narsalar yozilgan. Haligi papirus nimalarga ham yozilgan. Yoshlar buzilib ketdi degan. Tushunyapsizmi? Gap shundaki, ular boshqa avlod. Buni qabul qilishimiz biroz qiyin kechib qoladi. Ma'naviy ota haqidagi savolga. Ma'naviy ota. Bilasizmi, o'sha Aristotelga ham nisbat beradi. Mayli bir ulug' insonga nisbat beriladi. Ustoz otangdan ulug' deydi. Keyingi paytda bizda shuni rosa tahlil qila boshladi. Otangdek ulug', otang kabi ulug' bo'lish kerak. Qanaqa qilib ustoz otadan ulug' bo'ladi degandek. O'sha ulug' siymolarga nisbat berilganda bu gapni otalar farzandlarni yuqoridan osmondan olib pastga tushiradi. Ya'ni biologik sababchi bo'ladi. Haqiqiy ustoz, bu yerda haqiqiy ustoz haqida ketyapti. O'sha pastga tushgan, yerga tushgan shogirdni osmonga ko'taradi. Tushunyapsizmi? Bu yerda majoziy gap bor-da bu yerda. Ba'zan o'zi biologik otangizni o'zi shu vazifani bajarish bo'ladi ham shunday. Ham u vazifani, ham bu vazifani qiladi. Tushunyapsizmi? Lekin haqiqiy ustozlarning qo'liga tushsangiz, albatta sizni inson sifatida o'sha individdan shaxs darajasiga chiqishi uchun, sizni ochilishingiz uchun, realizatsiya bo'lishingiz uchun, o'zingizni ifoda qilishingiz uchun yo'lni ko'rsatib beradi. Tushunyapsizmi? Shunga yordam beradi. Sizni tabiatingiz qanday tabiat? Siz nimaga moyilsiz? Shuni ilg'aydi. Tushunyapsizmi? Masalan, dissertatsiya yozmoqchi bo'lsangiz, avvalo o'zingizdan so'rang. Qaysi mavzuda ishlamoqchisan? Yo'q, illoki menda mavzu bor, mana uni ishlagin demaydi. Sizni avvalo imtihon qiladi, so'raydi. Sizda qanday mavzularga, nasrgami, nazmgami, dramaturgiyagami, yoki mumtoz adabiyotgami yoki zamonaviy adabiyotgami? Mana shularning hammasini so'rab turib, sizning moyilligingizdan, bilimingizdan kelib chiqib, sizga mos bo'lgan mavzuni taklif qiladi. Mana bu haqiqiy ustozlik bo'ladi. Yo'q, mana bu mavzuda ishlaysan deb majbur qilish u teskari natija beradi. Shuning uchun haqiqiy ustozlar haqidagina aytilgan gap, ustoz otangdan ulug' degan. Tushunyapsizmi? Biri o'sha siz aytgan ma'naviy ustoz aynan shu bo'ladi. Ya'ni inson faqat biologik ehtiyojlar bilan yashamaydi. Uni ma'naviy, ruhoniy ehtiyojlari bor. Tushunyapsizmi? Biri siz biologik nuqtai nazardan dunyoga kelishga sababchi bo'lgan bo'lsa, ikkinchisi sizni ma'naviy, ruhoniy holatingizni osmonlarga olib chiqishga yordam beradi. Boshqa nima gap sizda? Ustoz mana bir narsa o'ylantiradi. Ustoz shogird munosabatlarida bugungi kunga kelib shu ularning o'rtasida qanaqadir bir o'zi aytganingizdek zanjirlar uzilgandek tuyulib qoladi. Sababi o'sha avlodlar haqida gapirganimiz bevosita bugungi yoshlarni deylik o'sha qiziqadigan, o'ylaydigan, fikrlaydigan narsalar ko'proq ijtimoiy tarmoqlarga ko'chgandek va ko'proq o'sha ba'zi bir deylik adabiyot vakillarimizni ko'p mana sizni ko'ramiz, yana boshqa bir adabiyot vakillarini ko'ramiz. Ular ijtimoiy tarmoqda ham bevosita ilmiy jarayonda ham faol.
lekin ko'p ba'zi ko'p adabiyotshunoslarimiz, olimlarimiz shu ijtimoiy tarmoqlarda chiqish qilmaydi. Mana shu jarayonlarmi bir ustoz shogird an'analariga qaysidir ma'noda ham o'sha orasiga jarlik soladimi? O'sha vosita ustoz shogirdlik qilish vositalari shakllari o'zgaryapti. Mana ijtimoiy tarmoqlar chiqib, uni ham tarmoqlarni ham qancha ichida o'zini tarmoqlab ketgan, tushunyapsizmi? Va mana shunday nimalar yoshlarni ko'proq jalb qilyapti. Yoshlar ko'proq buni tushunyapti, tushunyapsizmi? Katta avlod, bizning avlodimiz bu masalada o'z-o'zidan shogird o'quvchiga aylanib qoldi. O'sha shogird o'quvchiga aylanib o'zini shogirdlaridan so'rayapti, ko'ryapsiz, boya aytganim. Hamma bir-biridan o'rganadigan, nimamga savol, nimamga gapimga bitta isbot shu. Chunki hayot shunday. Siz aytgandek, o'sha ustoz shogirdlik qilish yo'llari ba'zi bir odamlar uchun yopilib qoldi, haqiqatan. To'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish, kitoblarni o'qib, ulardan bir narsa o'rganish imkoniyatini saqlanib qoldi. Chunki ko'pgina katta avlod vakillari, meni va mendan katta avlod vakillari haqiqatan ham ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchiligi faol emas. Va o'z navbatida yosh avlodga ta'sir qilish imkonlari chegaralanib qoldi. Va mana shu yerda siz aytgan narsalar kelib chiqyapti va natijada bu yerda faol bo'lgan, ba'zan bilasizmi Quvonchbek, mutaxassislik darajasi o'rtamiyona, umuman mutaxassis bo'lmagan, masalan, adabiyot haqida ham mutaxassis, nomutaxassis odamlarning nimalarga, postlariga, fikrlariga ergashishlar paydo bo'lyapti natijada. Chunki men adabiyotchi sifatida kuzataman, o'sha Facebook tarmoqlari bo'ladi, boshqa tarmoqlar, Telegram tarmoqlari bo'ladi. Ko'pincha nomutaxassis odamlarning fikrlari birlamchi asosiy fikrlarga aylanib ketyapti. U yerda o'sha haligi bir gapni dadil o'rtaga tashlab himoya qilsa, shuni o'zi yetarli bo'lib qolyapti. Ilmiy asossiz gaplar ko'p. Mayli ular ham gapirsin, hech kim gapirma demaydi. Lekin mutaxassislar siz aytgandek chetga chiqib qolib, ba'zan o'sha yoshlar ana shunday noto'g'ri fikrlarga ergashib ketayotgan holatlar ham bo'ladi. Masalan, uzoqqa bormaylik, o'sha qodiriylarga, o'sha jadidlarga toshlar otildi, qodiriylar boshqalarga toshlar otildi yoki o'sha navoiylarga, hatto navoiylarga ham undog'ida, bundog'ida tasavvuf yo'lidan ketib qolgan haligi insonni 29 baravar kuylagan deganda tushunmasdan aytilgan aybnomalar ko'paydi. Bu mutaxassis bo'lib buni ichiga kirsa, har bittasini o'zini sababi bor. Har bittasini to'g'ri, halol, yorug' o'sha javoblari. Buni esa juda ko'p mehnat qilib, umrni bag'ishlabgina shunday xulosalarga kelish mumkin. O'shaning uchun siz aytgandek gaplar to'g'ri. O'sha olimlarimiz ham hech bo'lmasa sizlar mana ijtimoiy tarmoqlarda yaxshi bilasizlar, o'sha faqat kitob bilan eski shakllarda ishlayotgan ustozlarni asarlarini olib kelib yoki bo'lmasam javoblarini olib kelib, ana shunday holatlarda mana javob, haqiqiy javob, mutaxassisning javobi deb qo'yish kerak bo'ladi. Shunda meni nazarimda yaxshi bo'ladi. Ustoz shogirdlik munosabatlari bu ulug' munosabat. Bu munosabatlar davom etishi kerak. Sog'lom an'analarda davom etishi kerak. Va shundagina o'sha jamiyatga har bitta avlod o'zini yaxshi mevasini bera oladi. Chunki o'sha nimadan ildizdan uzilib qolish bu yoshlarni ham xuddi o'sha haligi film masalasida gapirib berdim-ku, ana shunday yo'lsizlikka, halokatga olib borish mumkin. Shuning uchun eskirda ular nimani ham biladi deb qaramaslik kerak. Masalan, jahon adabiyoti darsligini o'sha sheriklar bilan birga tayyorladik. O'sha tayyorlab 4000 yil oldin yozilgan shunaqa she'rlar bor, yigitlar. 4000 yil. Bugungi manaman degan modern shoirlar, avangard shoirlar yozayotgandi. Hech narsa o'zgarmagan. Insonning qalbi, dunyodan ta'sirlanishi o'sha hech narsa o'zgarmagan. O'shaning uchun har qanday haligi unutilgan, har qanday yangi gap yaxshi unutilgan eski gapdir degan ma'no nimada gapda juda ko'p ma'no bor. Ustoz shogirdlik an'analari sog'lom an'analar davom etsin.